Oybek akamiz yangi kvartira bilan tabriklaymiz aka. Muborak bo'lsin. Rahmat. Qani, men muborak bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Hammaga omad. Xayrli qilsin. Xudo xolasa energiyadan uy bosib oldik. Hammaga nasib qilsin. Juda ham hayajondaman. Sababi ancha paytdan beri orzu qilib yurgan orzumga yetishdim. Ya'ni uyli bo'ldim, vatanli bo'ldim. Har bir insonga nasib qilsin. Toshkent shahrida, markazda 3 xonali eng ishonchli bo'lgan energiya kompaniyasidan korobka holatda uy sotib oldim. Uy 107 kvadrat, narxi 122 ming dollarga tushdi. Uyda ozroqgina sizlarga hozir obzor qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r, zamonaviy, eshiklari ham ancha aqlli. Bu uy menga nimasi yoqdi? Xonalari katta-katta va 3 ta sanuzeli bor. Toshkentda bilasizlar, xonalar kichkina bo'ladi, ko'p quruvchilarda, lekin energiya chotga quradi. Xo'p, bu joydan hovlisini ko'rsataman. Menga eng yoqqani hovlisi bo'ldi, chunki ikkita farzandim bor, farzandlarim mazza qilib o'ynashadi. Bu yerda remont ketyapti. Parkovkasi yer osti. Eng yoqqan joyi mana shuning uchun oldim men, chunki farzandlar yaxshi joyda, xavfsiz joyda o'ynashadi. Zo'r. Hop, xonalari ham katta-katta va 3 ta sanuzeli bor. Shuni sizga yoqdi, chunki ertaga qiynalishmaydi farzandlarimiz. Hop, xonalari katta-katta va undan tashqari derazasi ko'p. Bu tarafda ham derazasi bor, bu tarafda ham derazasi bor va sanuzellari bor. Hop, bu joyda ham ikkita derazasi bor. Ikki tarafga qaragan, hovliga va ko'chaga qaragan joyi. Bundan bitta sanuzel bor. Hali dahshat qilib remont qilamiz va bu joydan Toshkent City ko'rinib turadi. Bu Murod Belmisda Cambridge loyihasi, bu Jomida joylashgan. Bu joyda Olmazor City bor. Bu Yunusobodga yaqinroq joy, Jomi. Kimdir bilar. Nima demoqchiman? Allohga oson, yaxshi niyat qilib harakat qiladigan bo'lsanglar, Allohga oson. Kimdir aytadi, masalan, nimadir ish boshlasa, qilolmayapman deydi, qiynalyapman deydi. Hammada bo'ladigan holat. Hamma qiynaladi, hammada muammo bo'ladi, faqat yaxshi niyat qilib mehnatni qiladigan bo'lsanglar, Alloh niyatingizga yetkazmasdan qo'ymaydi. Faqat sabr bilan doimiy qilish kerak. Hammaga rahmat, bizni qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Juda ham hayajondaman, chunki katta orzulardan biri amalga oshdi.